Bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev va boks bo'yicha olimpiada chempioni Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ertalabdan, erta tongdan. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz juda mazmunli o'tadi. Axir biz chempion bilan o'tiribmiz va qolaversa, biz sizlar uchun tayyorlab qo'ygan savollarimiz ham bisyor. Ulardan boshlasak, menimcha bellashuvlarda har biringizda kattagina emotsiyalar bo'lgan va bellashuv oldi tayyorgarlik ham katta muhim rol o'ynaydi. Har bir raqib terma jamoalarni alohida o'rganib chiqish, kimga qanday strategiya, taktika qilish va umuman qandaydir natija kutilganmidi va kutuvdan-da yuqoriroq natija qo'lga kiritildimi yoki undan ham kattaroq natijani qo'lga kiritishni rejalashtirganmidingiz? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz hozir aytib o'tdingiz, mana strategiya. Albatta bizda O'zbekiston boks federatsiyasining aniq strategiya va yo'nalishlari bor. Endi bu Olimpiya o'yinlarida 5 ta oltin bilan jahon rekordini o'rnatgandan so'ng bu kabi jahon kubogi bosqichlarida biz bundan kam natija qilmaslikka harakat qilamiz. Shuning uchun albatta bu natijani kutgandik. Chunki bundan oldin bo'lib o'tgan Braziliyada bo'lib o'tgan birinchi bosqichda ham xuddi shunday natija bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qayd etgandik. Umuman olganda biz faqat birinchi bo'lishni Los Angeles Olimpiya o'yinlarigacha mana shu plankani ushlab turishga harakat qilamiz. Asadxo'ja, siz finalda minus 65 kilogramm vaznda bolgariyalik Viktoriyo Iliyevdan 5-0 hisobida ustun kelibsiz. Bu chinakam haqiqatan ham juda chiroyli natija, chiroyli g'alaba. Umuman raqibingiz haqida va shu to'qnashlik haqida fikringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Bu finaldagi raqibga keladigan bo'lsak, o'zi musobaqani o'zi juda chiroyli o'tdi, yaxshi o'tdi. Biz juda yaxshi qatnashdik. Mana o'zlaring guvoh bo'ldinglar, 6 ta oltin medalni qo'lga kiritdik. Undan oldin Braziliyada bo'lib o'tgan o'sha jahon kubogida men yutqizib qo'ydim birinchi bo'y, chunki ozgina travmam borligi sababli ham olimpiadadan keyin ozgina dam bo'ldi bizda. Shuna hisobiga o'zimni formamga kirish qiyin bo'ldi. Lekin mana o'sha ikkinchi musobaqamizda Allohga shukr o'zimiz formamizga qaytib chempion bo'ldik. Finalga keladigan bo'lsam, bolgariyalik raqibim mendan yoshroq bola. U ham yaxshi boksyor edi. No, endi baribir nima deydi, menga nisbatan o'zini 100% nimasini ishlata olmadi. Strategiya baribir o'zini ko'rsatdi. O'zini formasini zo'r bo'ldi bu. Yaxshi bo'ldi. Bu nimani natijasi deb o'ylaysiz? Albatta mehnatimizni birinchi o'rinda. Endi raqibingiz ham baribir mehnat qilgandir. Bu yerda yaxshi tayyorgarlik bo'ldi bu musobaqalarga. Albatta suhbatimiz juda ham qaynoq tarzda ketyapti. Sportchilar o'zi shunday bo'ladi. Ular ortiqcha gap so'zlarni gapirib o'tirishmaydi, amalda ko'rsatishadi. Menimcha bu eng to'g'risi ham hisoblanadi. Biz esa albatta savollarni juda ham ko'p tayyorlaganmiz. Shuning uchun hujumlarga tayyor bo'ling. So'zlar hujumlariga. Demak, Mirshohid aka, biz ushbu musobaqada nomdor bokschilarimizdan Asadxo'jani ko'rdik va qolgan ishtirokchilarimiz bu yoshlar bo'ldi asosan, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta biz yoshlarga imkoniyat berishimiz kerak. Chunki oldimizda hali yana 2028-yilgi Olimpiya o'yinlari bor. Jamoamizning o'zagi mana shu Olimpiya chempionlarimizdan tashkil topgan bo'lsa-da, baribir biz ular bilan parallel ravishda yangi o'sib chiqayotgan iqtidorli bokschilarni mana shunday musobaqalarda ko'rikdan o'tkazamiz. Bu yerda Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevdan tashqari Abdumalik Halakov qatnashishi rejalashtirilgan edi. Olimpiya chempionimiz. Afsuski u ham oxirgi pallada o'zi oyog'idan jarohat olib, hozircha safimizdan chiqdi, lekin mana hozir mashg'ulotlarni boshladi. Keyingi bosqichlarda ko'proq chempionlarni ko'ramiz degan umiddamiz. Endi hozir bir hayajonli savolim bor. Asadxo'ja, mana siz olimpiada chempionisiz. Umuman katta shu uchrashuvlarda g'alaba qozongansiz. Umuman g'alaba siz tomonda ekanini his qilsangiz, ko'rsangiz bir qanaqa hayajon sizni qamrab oladi? Birinchi o'rinda bu g'alabani his qilish qanaqa nima desam bo'ladi? U g'alabani his qilish uchun o'zingiz oldindan bunga tayyor bo'lishingiz kerak, bu musobaqaga. Demak, g'alabani his qilish uchun ham oldindan tayyor bo'lish kerak. Albatta, tayyor bo'lmasangiz bu g'alabani his qila olmaysiz. O'zingizga ishonch kamayadi-da, baribir. Qancha kuchli tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz, shuncha o'zingizga bo'lgan ishonchingiz baland bo'ladi. Keyin shundagina g'alabani his qilasiz. Aynan shu g'alaba, siz g'alaba qozondingiz degan bir his-hayajon bo'ladi-ku, o'shanda ichingizdan nimalar o'tadi? Qo'l ko'tarilganda endi bu shu qilgan mehnatingiz, qilgan qiyinchiliklaringiz hammasi
ko'z oldingizdan o'tib bu ortda qolganini his qilasizda. Yana ham shu hali chempion bo'lganingizdan keyin oldingizdagi maqsadlaringizga nima deydi ko'proq intilgingiz keladi, kattaroq maqsad qo'ygingiz keladi, qo'yasiz oldingizga. Demak, jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda ruhiy tayyorgarlik ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Ruhiy tayyorgarlikda eng muhim jihat nima siz uchun? O'zimga bo'lgan ishonch bo'ldi. Kimningdir gapimi yoki hozir butun mamlakat mendan umid qilyapti, ota-onam qarab turibdi degan bu narsa bor narsa, bu hamma narsa ichida. Bo'lmaydimi bularning bari? Mas'uliyat, Mas'uliyat albatta biz olimpiadada eng katta qilgan mas'uliyatim shu olimpiada o'yinlarida bo'ldi. Bu musobaqalarda to'g'risi olimpiadadan keyin qandaydir o'zimni nima deydi, juda erkin his qilyapman, chunki olimpiadadan keyin bu musobaqalar nima deydi, osondek tuyulyapti. Xudo xolisa har doim shunaqa bo'lsin. Menimcha bu nafaqat sizda, balki ko'pchilik sportchilarimizda paydo bo'layotgan hissiyotdir. Chunki oxirgi yillarning o'zida dunyo maydonlarida ko'pchilik sportchilarimiz, boksyorlarimiz, ya'ni bokschilarimiz ko'rsatayotgan natijalarni ko'rib, qolgan sportchilar, boksyorlar ham O'zbekistonga kelib tayyorlanaman degan gaplarni aytishayotgan ekan. Shunday holatlar bo'ldimi? Juda ham ko'p. Mana hozir ham ikki mamlakat bokschilar bilan qo'shma o'quv mashg'ulot yig'ini o'tkazmoqda. Nafaqat yigitlar, balki qizlar boksiga ham jahon chempionati bo'ldi yaqinda, xabaringlar bor. Kattalar, ayollar o'rtasida tarixiy natija 3 ta medal bilan hozir O'zbekiston terma jamoasi birinchi marta 3 ta kumush, 2 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu ham o'zbek boksida yana o'sish bo'layotgani, nafaqat erkaklar, balki ayollarda ham. Endi erkaklar terma jamoasi to'g'risida men federatsiya mas'uli sifatida aytaman, har kuni kamida bitta taklif olamiz, xohish istagini terma jamoalarni va o'zimizga kerakli, bizga foydasi bo'ladigan terma jamoalarni tanlab, ular bilan o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazamiz. Har kuni kamida bitta mamlakat vakillari, terma jamoalari tayyorlab bering deb chiqishyapti. Endi afsuski hammasini ham qabul qila olmaymiz. Sababi ayrim terma jamoalar bor. Ular kelsa bizni birinchidan taktikamizni, strategiyamizni buzib qo'yishadi, rejamizni, tayyorgarlik rejamiz buziladi. Sababi bizdan ancha bu hiyla ham bo'lishi mumkin. Yo'q, hiyla deb bo'lmaydi. Bizni bekitadigan narsamiz yo'q. Bizni hamma ko'rib turibdi, qudratimizni, kuchimiz qanaqaligini. Jang bizni shunchaki bizni bokschilarimizga mos keladigan terma jamoa bo'lishi kerak va bizni bokschilarimiz o'sadigan terma jamoa bo'lishi kerak. Ular bilan jang qilgan janglardan so'ng agar bizni zararimizga ishlaydigan bo'lsa, afsuski biz ularni qabul qila olmaymiz. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, futbolda Braziliyasi bo'lsa, terma jamoa tanlaydigan, hozirgi kunda boksda O'zbekiston bu xuddi futbolda Braziliyasidek gap. Federatsiya rahbari sifatida sizga bir savolim bor. Umuman boks haqida gap ketganda barchani qiziqtirgan bitta savol bor. Bahodir Jalolov og'ir vazn toifasida endi o'rnini uni kim bosadi? Va umuman gap so'zlarga qaraganda Bahodir Jalolov professional boksdan hozir havaskorga yana qaytadi degan bir gap so'zlar ham yuribdi. Qayerlardadir? Endi gap so'zlar yuraveradi, juda ko'pchilik gapiradi, lekin sizga mana aniq aytaman. Bahodir Jalolov hozir hamma o'zini o'sha konsentratsiyasini professional faoliyatiga qaratgan. Chunki bizni Bahodir orqasidan o'sib kelayotgan juda ham iqtidorli og'ir vazndagi bokschilarimiz bor. Masalan, bittasi Jahongir Zokirov. Mana kuni kecha. Demak, o'rinbosarlar ko'p. O'rinbosarlar bor albatta. Lekin endi shu o'rinda yana bir narsani aytib ketaman. Bu gap so'zlarga e'tibor bermaymiz. Bahodir Jalolov juda ham vatanparvar, vatanni sevadigan ajoyib yigit. Agar vatan uchun, vatanda xohish ishtiyoq nima deydi? Vatanga yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, Bahodirni men bir narsa aniq bilaman, Bahodir hech qachon vatan uchun yo'q deydi. Shuning uchun hozircha lekin yoshlarimiz tayyorgarlik ko'rmoqda Los-Anjelesga, qolganini vaqt ko'rsatadi. Shu Los-Anjeles deyapsiz, hali ungacha vaqt bor, lekin baribir oldinda sizda yana bir muhim uchrashuvlar, to'g'rimi? Bellashuvlar bor. Qanday bir rejalar oldindagi hisobdan hozir eng asosiy rejamiz bu sentyabr oyida Liverpul shahrida bo'lib o'tadigan Angliyada World Boxing tashkilotining birinchi jahon chempionati bo'lib o'tadi. Kattalar o'rtasida ayollarimiz va erkaklarimiz. Mana shu hozirgi qatnashayotgan barcha musobaqalarimiz
asosiysi shu sentyabr oyiga bo'layotgan tayyorgarlikni bir bosqichlar desak bo'ladi. Endi baribir boks federatsiyasi bosh kotibi sifatida siz nisbatan ko'proq boksorlar bilan ko'proq muloqotda bo'lgansiz va albatta bizni ham hozir yosh bolalarning ham ota-onalari ko'rishmoqda. O'g'limni sportchi qilaman degan insonlar kundan kunga ko'payyaptiki, kamayayotgani yo'q. Ularga nima tavsiya berasiz? Hamma bokschilarimizni birlashtirib turadigan nima jihat ularning farzandlarida ham yoshligidan shakllanishi kerak? Avvalambor ota-onalar farzandlarini vatanparvar qilib tarbiyalashlari kerak. Oiladan vatanni sevishi. Chunki hozirgi kunda 50 mingdan ortiq bokschi bor. Lekin olimpiadaga masalan yigitlarni olib ketadigan bo'lsak 7 kishigina boradi. Bu degani bir o'ringa 1000 tadan ko'p degani. Bu degani unda ham ruhiy, ham jismoniy, ham mehnat, ham vatanparvarlik, hamma o'sha mujassam bo'lish kerak, ko'proq mehnat qilish kerak, o'ziga ishonish kerak. Va albatta eng zo'rlari ushbu terma jamoani formasini kiyishga loyiq bo'ladi. 50 mingta dedingiz hozir, 50 mingta yurtimizning o'zida. Bu rasmiy soni, bu hozir mana sport vazirligimiz tomonidan ERP degan tizim tashkil qilingan. Bu onlayn registratsiya qilinadi. Bokschilar hammasi shuni ko'rsatkichi, balki norasmiy undan ham ko'p. Ayniqsa olimpiadadan keyin bu 1,5 barobar kamida o'sib ketdi hozir qiziquvchi yoshlar boksga. Bu albatta yaxshi. Asadxo'ja, mana sizga ham havas qilib, bugungi kunda ko'p yoshlar baribir ergashadi. Siz bilan nima qilsam siz erishgan natijalarga erishaman degan bir savollar bilan ham chiqishsa kerak. Hozirgi yoshlarga siz o'zingiz sportchi sifatida qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Albatta bu savollar juda ko'p berishadi. Men aytaman, har doim birinchi o'rinda mehnat qilish kerak. Odam o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Tartibli, intizomli bo'lish kerak. Sportchi oldiga birinchi o'rinda baribir inson qanaqa kasbda bo'lmasin, oldiga maqsad qo'yish kerak ekanda, shu maqsadga men shu yo'nalishda yetakchi bo'laman deb to'xtamaslik kerak ekan, o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Shu birinchi o'rinda shu maqsadni qo'yishni bilish kerak ekan. Maqsad oldingizga qo'yib, oldingizga maqsad qo'yib ishlamasangiz befoyda. Eng asosiysi o'qish kerak. O'qish kerak. Bilim bu bizda bu isbotlandi bu narsa. Nafaqat bokschi sport jismoniy tarafdan, balki uni intellektual salohiyati ham, bu ringda uni IQsi, bu narsa barchasi shu uni bilimiga, o'qishga. Shuning uchun hozir kichkintoylarimizga aytamizki, o'qinglar, faqat boks emas, uni ikkalasini barobar olib ketishadi. Demak, avvallar shunday gaplar yurardiki, sport bilan shug'ullansa, o'qishga e'tibor kamayadi degan, lekin bugungi kunda shu narsa birga olib borilyapti, to'g'rimi? O'qishga ham e'tiborni katta qilish kerak va albatta sportga ham. Biz mana shu kattalarga ham terma jamoamiz a'zolariga ko'proq crossword, o'sha o'quv mashg'ulot yillari davomida ko'proq shu intellektini chaqlaydigan, o'stiradigan ko'proq mashg'ulotlarni beramizki, hozir ham shu faqat boks bilan qotib qolmasin, o'sha o'zini ongini chalg'itish uchun ishlatish kerak albatta. Shuning uchun yoshlar o'qisin. Albatta, men ham qaysidir tadqiqotlarda o'qib chiqqan edim. Aynan bokschilarning IQ darajasi nisbatan kuchliroq bo'lishi haqida ham. Nimaga? Chunki bir necha soniya, millisoniyani ichida ular qandaydir qaror qabul qilib, harakatni ham amalga oshirishni parallel ravishda boshlab bo'lishlari kerak. Ular juda tez o'ylashlari kerak, to'g'rimi? Tezlik bilan bunday natijalarda esa hozir o'zingiz ta'kidlaganingizdek, ham aqliy, ham ruhiy, ham jismoniy tayyorgarliklar doimiy ravishda o'z natijasini ko'rsatadi. Yana bir oltin uchlikni ham misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana Asadxo'ja ta'kidlaganlaridek, maqsadni qo'yish, rejalarni tuzish va o'rindan turish eng muhim harakatlardir. To'g'ri aytasiz. Demak, bugungi suhbatdoshlarimizga kattakon rahmat deymiz. Teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz. Aynan bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev va boks bo'yicha Olimpiada chempioni Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevlar bo'ldilar. Tabriklaymiz. G'alabalar. Tashakkur. Rahmat. Sizlarga oldinda albatta katta g'alabalarni tilaymiz. G'alabalarni, yaxshi natijalarni ko'rsatdingiz, ammo oldinda hali muhim uchrashuvlar bor. Ularda ham biz his qiling, biling, biz doim xalqingiz doim siz bilan. Albatta. Sog' bo'ling. Kunlarni tarixiga aylantirishda davom eting. Rahmat.